Turkiyada ikamet izni olish narxlari keskin oshdi. Kuni kecha migratsiya idorasi saytida kutilmagan o'zgarish ro'y berdi. Avvallari O'zbekiston fuqarolari uchun 1 yillik ruxsatnoma boji $80, ya'ni taxminan 3700 lira hamda karta va viza to'lovlaridan iborat edi. Endi esa tizim $80 o'rniga roppa-rosa 30.147 lira boj va 964 lira karta pulini so'ramoqda. Agar bunga viza boji ham qo'shilsa, 1 yillik ikametni uzaytirish narxi qariyb 40.000 liragacha yetishi mumkin. Rasmiy saytdan 158 davlat uchun mo'ljallangan eski narxlar jadvali olib tashlangan. Faqat Turkmaniston kabi 10 ta davlat fuqarolarigina bu bojdan ozod qilingan. Ammo boshqa barcha davlat fuqarolariga bu o'zgarish ta'sir qiladigan ko'rinadi. Hozircha bu borada Turkiya migratsiya